Xitoyning Henan o'lkasidagi Shangchu sanoat institutida o'qiyotgan 19 yoshli Kamila Vahid o'tgan yili Xitoy o'lkalarida oq qog'oz harakati yuz berganda bu harakatga oid ko'rinishlarni o'ndidorga chiqarganligi uchun yurti otishga qaytib borgan kuni tutqun qilingan edi. Xitoy doiralari Angliyadagi iqtisodshunos gazetiga inkos qaytarib, otishda tutib turilayotgan o'quvchi Kamila Vahidning 2 oyning oldida kesilib bo'lganligini va navbatda jazo muddatini o'tayotganligini oshkorladi. Otishdagi aloqador xodimlar bo'lsa, mahkumlar oila tavobatlarining ahvolini surishti qilish huquqi yo'q ekanligi. Shunga Kamila Vahidning ota-onasining mazkur deloning jarayonidan xabarsiz qolganligini bildirgan. Jurnalist Matthias Bollinger Xitoyning Uyg'urlarga ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik masalasi haqida necha yil izlanish va tadqiq qilish orqali yuqori texnikalik Gulag Xitoyning Uyg'urlarga qarshi o'tkazgan jinoyati nomli kitobni yozib chiqqan. Matthias Bollinger Xitoyning Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan lager ichidagi ahvollarni tunishtirib chiqqan bo'lib, 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda Sharqiy Turkistonda taxminan 2 million Uyg'urning bu lagerlarga qamalgandan keyin g'oyib bo'lganligini va bu sonning rayondagi Uyg'ur va qozoq nufusining 7%dan 10%gacha tashkil qiladiganligini o'tirg'a qo'ygan. Aqsaray Davlat bexatarlik kengashining strategik aloqa maslashtiruvchisi John Kirby kundalik muxbirlarning kutilish yig'inida Xitoyning Kubada maxfiy anglash aslahalari qurib, Amerikani nazorat qiladiganligi to'g'risidagi xabarlarga inkos qaytardi. Kirby mundaq dedi: Xitoyning Kubada va boshqa joylarda ochiq-oshkora bir qism axborot to'plash iqtidorini qo'lga keltirmoqchi bo'layotgan yangi taraqqiyot emas. Amerika bu faoliyatlarga astoydil muomala qiladi hamda bu jihatdagi yo'chuqni azaytish uchun davomli tadbir qo'llanadi. Yevropa Kengashi Parlamentlar Birlashmasining 20 ga yaqin a'zosi yaqinda o'rtaq xitobnoma e'lon qilib, Yevropa Kengashiga a'zo davlatlarni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotima berishning yo'llarini tepishga, Yevropa Kengashi Parlamentlar Birlashmasini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi ustidan tekshirish olib berishga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 5-oyning oxirlarida o'ttirg'a qo'yilgan Xitoydagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga xotima berish nomli bu hujjat Yevropa Kengashi Parlamentlar Birlashmasining Ukraina, Litva qatorliq 11 davlatdan kelgan 20 ga yaqin parlament a'zosi tomonidan imzolangan. Falastin prezidenti Mahmud Abbas Xitoy doiralari murassas tashabbusi orqali O'rta Sharq bilan bo'lgan iqtisodiy aloqasini va rayondagi siyosiy ta'sirini kuchaytirayotgan bir paytda Beyjingni ziyorat qilmoqda. 6-oyning 13-kunidan 16-kunigacha Xitoyda ziyoratda bo'ladigan Abbas atiganda Beyjingga yetib kelgan bo'lib, bu yil Xitoyni ziyorat qilgan tunji arab rahbari bo'lib qolgan. 6-oyning 8-kuni Qozog'istonning sharqidagi Abay o'lkasida yuz bergan o'rmon o't ofatini o'chirish tirishchanligi davomlashmoqda. 6-oyning 8-kuni Qozog'istonning sharqidagi Abay o'lkasidagi Seymi o'rmonligida o't ofati yuz bergan bo'lib, o't o'chirish faoliyatiga tunji otlangan 14 o'rmon ishchisi hayotidan ayrilgan.